Assalomu alaykum Temur aka, Alaykum yaxshimisiz? assalom. Yaxshimiz, xudoga. Ko'rinishlaringiz, kayfiyatlaringiz ancha yaxshi. Mana bugun o'sha klinikamizdagi 10 kunlik muolajalar tugab, sport mashg'ulotlari boshlanibdi. Shu 10 kun ichidagi o'zingizda bo'lgan o'zgarishlar, o'zingizning fikrlaringiz klinikamiz haqida, shular haqida gapirib bersangiz. Bu 10 kunni biz lecheniyani oldik. Xudoga shukr, lecheniya zo'r bo'ldi. Ishqilib kutganimizdek desak ham bo'ladi. O'sha lecheniyalar, fiziolecheniyalar, o'rtada o'sha har kunlik zal mashg'ulotlari bo'ldi. To'g'risini aytganda hammasi yaxshi, o'sha sharoitlarga ham hammasi yaxshi. Bu metodni to'g'risini aytganda tushunib olsa, bu hech qanaqa bu kasalliklardan chiqib ketish unaqa qiyin emas. To'g'risini aytganda qiyin emas. O'sha to'g'ri ovqatlanib, vaqtida o'sha uxlab, uyquga ham baribir katta e'tibor berish kerak. Keyin mashg'ulotlarni ham joy-joyida qilib, qoldirmasdan har kunlik mashg'ulotlarni qilganda effekt bo'ladi, seziladi. Mana shu 10 kunda ham menda o'zimda ham o'zgarish bo'ldi, yaxshi tomonda. Xudo xolasa yana shu metodni qo'ldan kelgancha davom ettirib, to'xtovsiz davom ettirsak, xudo xolasa shu kelgan shikoyatlarimizdan butunlay qutulib ketsa ishonaman, shu narsaga erishsa bo'ladi. Olgan muolajalaringiz to'g'risida ham gapirib bera olasizmi? Qanaqa muolajalar qilishdi? Muolajalarga kelsak, o'sha bu osma, ukol bu yo'nalishda ham bor. Fiziolecheniyalar zo'r. O'sha bir 7-8 xil fiziolecheniyalar bo'ldi. Har kunlik ertalab, obeddan keyin 2 mahal. Undan tashqari boyagi aytgandek sport mashg'ulotlari, keyin o'sha yana o'sha ovqatlanishga kelsak, ovqatlanishda ham o'sha 4 mahal tartibli, o'sha oziq-ovqatlarga ham baribir e'tibor berilgan, hamma o'sha kaloriyalariga, quvvatlariga e'tibor berilgan, yetarli, unaqa bir kam emas, ortiqcha kerak emas. O'sha ortiqcha zararli oziq-ovqatlardan ham o'sha yemagan holatda mana shunday to'g'ri ovqatlansa, men o'ylaymanki, bu o'sha kasalliklardan chiqib ketishda imkoni bor. Albatta. Sharoitlar haqida yoki shu taomlar to'g'risida muammolar bo'lmadimi? Yo'q, taomlarga muammo bo'lmadi. Sharoitlar ham yaxshi. Sharoitlar yaxshi deb o'ylayman. Unaqa noqulayliklar bo'lmadi. Hozir shunchaki 10 kun lecheniya olgan bo'lsa ham unaqa noqulaylik, unaqa holatlar kuzatilmadi. Yaxshi. Sharoitlar ham yaxshi. Yaxshi. 10 kun oldingi siz bilan hozirgidagi sizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Og'riqlar qo'yibordimi? 10 kun oldingi o'zgarishlarga kelsak, o'sha og'riqlar qisman kamaydi, yo'qoldi desak ham bo'ladi. Keyin yana qanday desak, o'ziga bo'lgan ishonch ortadi, o'sha kayfiyatlar ko'tariladi, ancha o'zi tabiiy, o'zi og'riqlar kamaygandan keyin kayfiyat ko'tariladi, bu tabiiy narsa. Ishqilib yaxshi. Bundan keyin bular birinchi ochilishda bu klinika sizga shu to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Mana shu yo'nalishda o'ziga qarab, ehtiyot qilib, boshqa qilib, buyog'iga shu harakatlarni davom ettirsangiz, to'xtatib qo'ymasdan shu holatda davom etsa, ancha yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. O'sha to'g'ri yo'lni ko'rsatadi bular. Shunday yaxshi, yomon emas. Doktorlarimiz darslarida qatnashib, nimalar oldingiz va hayotingizga nimalarni tatbiq qilyapsiz? To'g'risini aytsam, ko'p narsa o'rgandim. Endi Foydali bo'ldi. Foydali bo'ldi, ko'p narsa o'rgandim. Bu o'zim ham shu o'rganganimcha o'rgatishim ham mumkin. Hozir borib uydagilarga, boshqalarga atrofdagilarga o'rgatsam bo'ladi. Yaxshi, ko'p narsani o'rgandik. Shu bo'g'im kasalliklari, tayanch soha kasalliklariga va kunlik kerak bo'ladigan organizm uchun o'sha jismoniy yuklamalar, hammasini o'rganib oldik. Darslar ham yaxshi, bir 3-4 marta darslarga qatnashib, kerak bo'ladigan savollarga javob oldik deb o'ylayman. Rahmat. Fikrlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun rahmat kattakon. Xudo xolasa mana 10 kunlik lecheniyadan keyin 15 kunlik mashq jarayonlari ham bor ekan. Shunday mashqlarimiz. Sizga omad tilab qolamiz. Xudo xolasa bundan ham yaxshiroq o'zgarishni kutib qolamiz. Xudo xolasa, rahmat sizlarga. Rahmat.